Muvozanat loyihasi 2025-yildan boshlab O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va Maktab ta'limi vazirligi buyurtmasi asosida amalga oshirilib kelyapti. 2026-yilda bu loyihani amalga oshirish Life in Progress psixologik markazi zimmasiga yuklatilgan. Bu loyihadan ko'zlangan asosiy maqsad maktabgacha ta'lim muassasalari pedagoglari, tarbiyachilarini alohida va maktabgacha ta'lim muassasalari psixologlarini alohida o'qitish. O'qitishdagi mavzular bu emotsional professional kuyish, ya'ni sodda qilib aytganimizda bog'chada faoliyat yuritadigan har qanday xodim ular 2 karra 3 karra hissiy kuyish holatiga tushish ehtimoli moyilligi kuchliroq bo'ladi ularni. Aynan shuning uchun psixologlarda shu holatni qanday qilib olishni o'rgatish bo'yicha ishlayapmiz. Tarbiyachilarda mustaqil ravishda psixologgacha bormagan holatda bolalar bilan munosabatni, ota-onalar bilan to'g'ri munosabatni, o'zini o'zi boshqarishni hamda emotsional kuyishni bartaraf qilish emas, balki uni oldini olish bo'yicha ish olib boryapmiz.